Bugungi qabul qilgan avtomobillarimiz Traverse avtomobili Onix avtomobili. Traverse'da bo'ladigan muammosi, zavod qilgan vaqtimizda tablolarda hech qanday muammosi yo'qqa o'xshaydi, lekin asosiy muammosi pastdagi probeglarni umuman ko'rsatmaydi. Keyingi funksiyasiga yana o'tamiz. Hech qanaqa probegda ko'rsatgan yo'q, mana 0 turibdi. Keyingi probegda ham mana 0 turibdi. Probeg bilib bo'lmagandan keyin moy disroglari, benzin rasxodlari qanchaligini hech qanday aniqlashga iloji yo'q. Maxsus kompyuter apparatlari bilan o'zini holatiga qancha yurgan bo'lsa o'sha probegga qaytarib chiqarib berib yuboramiz. Programmalashtirish jarayoni tugadi. Tablolarni programma qilib, tashqaridan to'g'rilab berdik. Endi mashinani zavod quramiz. Zavod qildik, probeglarni ko'rsatishni boshladi. 8000 probeg bo'lgan paytida ko'rsatmay qolgan ekan. Endi hozir mana o'zini CSDSM orqali qancha probeg yurganini to'g'rilab 11000 qilib chiqarib berdi. Hech qanday probegini biz o'rgattirganimiz yo'q. O'zini programmasini ikkinchi boshqa bir kompyuter bo'yicha yuradi, o'sha probegda bunga olib beradi. Bir tomondan mana probeglarni ko'rsatishni boshladi. Tabloni ichida ham benzin rasxodlari yo'q, hammasini to'g'ri ko'rsatishni boshladi mana. Zaminavasida qilgan vaqtda ham benzin zapravka qilgan paytda ham probeglarini nunga tashsa ishlayveradi. Mashinamiz bo'ldi, endi klientga mashinamizni topshiramiz. Mana bunday probeg masalasi bo'yicha bazadan programmasini olib yozib beramiz. Mana shunday probeglari o'zini holatiga chiqarib beraveradi. Bemalol pastga qarab aniqlik chiqarasizlar. Har doimgidek sifatli va ishonch bilan garantiya berib beraman.